imorat qurmoqchi bo'lganlarga hozir ozgina master klass o'tib bermoqchiman. Ya'ni o'zimizda tajribadan kelib chiqqan holda va juda ko'p talaba takliflarni inobatga olgan holatda mana shu murojaatni sizlarga yetkazmoqchiman. Hop, birinchi o'rinda nimadan boshlash kerak imorat qurayotganda? Avvalo hech narsadan qo'rqish kerak emas. Nimaga qo'rqish kerak emas? Chunki o'zimizdan eskilarning bitta zo'r naqli bor. Imorat qurayotganga va to'y qilayotganga Alloh o'zi yetkazadi deydi. Haqiqatda mana shu imoratni qurishni boshlaganimizda mizr summadan boshlaganmizda, lekin mana shuncha pul ketdi, lekin shu darajaga yetkazib qo'ydik. Endi imorat qurayotganda avvalo Allohga tavakkal qilib boshlaylik va hech kimning gapiga quloq solmaylik. Nimaga? Chunki bundan oldingi videolarimda aytganman. Imoratni sizlar qurasizlar va o'sha imoratda sizlar yashaganingiz uchun cho'nchigingizdan ketayotgan har bitta pulga sizlar javobgar bo'lasizlar. Misol uchun qarindosh urug'inglar, oshna og'ayinglar, yor-do'st birodaringlar kelib aql o'rgatishdan u yoqqa o'tmaydi. Baraka topkur, menga aql o'rgatib ketdi. Endi mashina qilishim uchun menga pul bergin desangiz pul bermaydi. Ya'ni hech qachon hech kimni gapiga quloq solmang. Mayli, maslahatini oling, kerakligini olib qoling, kerak emasini tashlab yuboring. Chunki aytganimdek, imoratni qurilishiga boshidan oxirigacha sizning cho'nchigingizdan pul ketadi. Xo'p, birinchi o'rinda nima qilish kerak imorat boshlanayotganda? Avvalo loyihadan boshlash kerak bo'ladi. Sababi, siz o'zingizni eski imoratingizni buzib, yangi qurmoqchimisiz? Buzishga ham haqqingiz yo'q. Chunki shahar sozlikdan sizga kelib juda katta ishtirok qo'yib ketish ehtimoli juda katta. Ya'ni imoratni loyihasini, ya'ni yangi imoratni loyihasini bajarganingizda loyihani qilib bo'lganingizdan keyin uni o'sha tuman arxitektoriga olib borib berganingizdan keyin qo'l qo'yib beradi. Ya'ni yangi imoratni mana shu loyihaga asoslangan holda qurishga ruxsat beriladi va tegdi kichkina ilova bo'ladi. Mabodo yangi imorat qurilayotgan joyda eskisi bo'lsa, mana shu hujjatni o'zi buzishga ham ruxsat bo'ladi deydi. Siz bu mening imoratim, hozir buzib qo'yaman, ertaga kelib qurilishni boshlayman, dokumentlarimni qilib bo'lganimdan keyin desangiz, juda katta ishtirok kelib sizga solib ketish ehtimoli katta va bu qonunda belgilangan. Endi nimadan boshlash kerak? Imorat qurishni birinchi bo'lib aytganimda loyihadan boshlaysiz. Yaxshi arxitektorni olib kelasiz, tapasyomga qildirasiz va tezi, ya'ni tegzadachani berasiz o'sha loyihachiga. Loyihachi sizga siz o'zingizni xohlayotgan orzuyingizdagi va xonadoningiz ahlini o'sha maslahatlariga kor qilgan holatda sizga loyihani qilib beradi. Ana u loyihani hammasini to'liq sizni talab taklifingizdan kelib chiqib bergandan keyin siz yon atrof qo'shnilardan ruxsatnomani olasiz. Yon atrofingizdagi qo'shnilar ham albatta loyihangizni ko'rib, keyin qo'l qo'yib beradi. Chunki siz ularga bir qavatli imoratni ko'rsatib, ertaga ikki qavat qurib qo'yadigan bo'lsangiz, ular sizga qo'l qo'yib berganmi, janjal boshlanadi. O'shaning uchun eng zo'ri loyihani qilasiz, tapasyomga qilasiz. Loyiha tayyor bo'lgandan keyin qo'shnilaringizga rozilik xatini olishga olib chiqqaningizda loyihani обязательно ko'rsatasiz va nima qurmoqchiligingizni, qanaqa qurilishingizni qo'shni ko'rish kerak. Xullas, hamma hujjatlarni qilib bo'lganingizdan keyin birinchi o'rinda o'sha yaxshi prorab topasiz va yaxshi ustida ishlatishga albatta harakat qiling. Bir xilla prorabga pul berganimdan ko'ra o'zim quraman deydi. Mana oxirgi 2 yilda juda ham ko'payib ketdi va menga ham juda ko'plab murojaatlar qilyapti. Men yana bir marta aytaman, men hech qachon chala qolgan imoratni qurmayman va davom ettirmayman. Xonadon egalari o'sha prorabdan pul qizg'anishyapti-da, juda katta rasxodga tushyapti. Bu faktlari ham bor menda, kerak bo'lsa, o'sha kim bilan aloqaga chiqadigan bo'lsa, o'sha faktlari bilan ko'rsataman kerak bo'lsa, lekin buni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqish juda ham noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni loyihani qilib bo'ldingiz, yaxshi prorab topasiz, prorab o'zi yaxshi ustada o'zi olib kelib beradi. Hamma narxlarini baylash bo'lganingizdan keyin hamma narsani shu prorabni bo'yniga yuklab qo'yasiz. Prorab bo'yniga vazifasini olganidan keyin shuni sizga mana shunaqa bizda qurayotgan imoratga o'xshab juda ham chiroyli qilib detalli pul beradi. Lekin prorab ham o'ziga ishongan, o'ziga uveringli tajribaga ega prorab bo'lishi kerak. Xo'p, endi oldingi paytlarda o'zingizlar ko'rgansizlar, bundan taxminan o'sha 20-25 yil oldin ham imorat qatlamarini qazishardi agar podvoli bo'lsa. Podvolni qurib qo'yishardi, keyin uni 1 yilga, yarim yilga to'xtatib qo'yishardi, ya'ni cho'kmasin deyishardi. Hozir unaqa qilish shart emas, chunki Toshkent shahri va ko'p Toshkent viloyati atroflarida hozir suv qochganligi uchun siz podvolni qurib qo'ydingiz, plitasini bosib qo'ydingiz, bo'ldi, ketdingiz. U ertaga sizga zararga ishlashni boshlaydi. Nimaga? Chunki atrofi ochiq bo'ladi, yomg'irda, qorda podushkani tagiga suv ketaveradi va ertaga bilasizlar, 3 yil oldin qanaqa qishda sovuq bo'lganda, o'shanaqa sovuq bo'ladigan bo'lsa, muzlagan suv podushkangizni buzib yuborishi holati, обязательно fundamentingizda yorilish holatlari juda ham ko'payib ketadi va siz buni ko'rmay qolasiz. O'shaning uchun birinchi o'rinda nima qilmoqchiman? Nima demoqchiman? Moliya masalasini aniq konkret hal qilib bo'lganingizdan keyin imkoniyat darajada juda katta ehtimol bilan imoratingizni korobkasini qurishni boshladingizmi, tomini yopgunga qadar to'xtatmaydi. Bu aniq sizlarga ertaga zararga ishlaydi. Ana undan keyin tomini yopib bo'ldingiz,
bo'ldi. Keyingi masala suvog'i, oynaromi, santexnika, elektriklari. Buni sekin ketma-ket deydi, etap-etap qilsangiz bo'ladi. Lekin loyihangiz tayyor bo'lgandan keyin imoratni qanaqadir qismida chala qoldirib ketsanglar, aytganimdek bu sizlarga minus ishlaydi. Ana o'shaning uchun ham birinchi pullarni yig'imini, korobka holatini to bitgunga qadar bo'ladigan jarayonni to'xtatmaslikka harakat qiling va o'shanga pul jamg'arib qo'ying. Alloh hamma narsaga qodir va albatta yetkazadi. Keyingi masala remont masalasi. Imoratingiz korobka qismi tayyor bo'lgandan keyin remontni boshladingiz. O'sha aytganimdek suvog'ini qildingiz, santexnikasini, elektrika, oynaromini qildingiz. Bemalol ikkita xonani bitirib, ko'chib kelib, keyin sekin-sekin qurib ham bo'ladi. Endi bu narsada albatta juda ehtiyot bo'lish kerak. Hozirgi kunlarda juda ko'payib ketibdi. O'sha prorab bilan gaplashayotganda yoki usta bilan gaplashayotganda mana shunaqa joylarni aytib o'tib ketishim kerak, chunki men majburman aytishga. Demak, fundament quyapti yoki podushka quyapti yoki g'ishteryapti, kolonna rigel quyapti. Juda ko'pchilikda hozir tushunmovchilik holati bo'lyapti. Nimaga? Xonadon egasi uy qurmagan, lekin prorab yoki usta betonni mamlakat quyamizda, podushkani bu narsa quyamiz deyapti-da, 100 mingga gaplashib turib, ertaga 200 ming, 300 ming shot chiqarib beryapti xonadon egasiga. Xonadon egasi uni tushunmaydi, ish qilim bo'lgan, men endi murojaat qilishyapti, men xonadon egasiga aytaman. Ish bitib bo'lganmi? Ha, ish bitib bo'lgan. Pulini bering. Pulini berishga majbursiz. O'shaning uchun har bitta detalga, ya'ni men ustalarimda qanaqa har bitta etapda qilingan narxi ichida nima bo'lishidan qat'iy nazar, deylik, mana fundament menda kubi 160 mingdan quyiladi. Har bir kubi. Fundamentning ichida nima bo'lishidan, nima ish qilishidan qat'iy nazar o'sha narxi yozildimi bo'ldi, o'sha narxga berasiz. Ertaga men ichiga karkas to'qigandim, apalovka yasodim, apalovkani buzuvdim, betonni ruchnoy qo'ydim, nasosni qo'ydim, unaqa narsa yo'q. Bitta narx hamma narsa ichiga kirib ketadi. Bu faqat menda. Endi men ham ko'pchilik menga murojaat qilayotganda aytadi, siz o'zingiz qurasizmi? Albatta men o'zim quraman. Hamma moliyaviy masalalarni xonadon egasi bilan men faqat o'zim gaplashaman va imoratni to'liqligicha qurilish nazorati meni bo'ynimda va loyihani qilgan akamning bo'ynlarida bo'ladi. Endi albatta men 3 ta yoki uzog'i bilan 4 tagacha ketma-ket imoratni qura olaman, lekin hozirgi kunda bizda taxminan 10 ta 12 ta imorat baravar birdaniga qurilyapti. Men buncha imoratni qurishga fiziki ham kuchim yetmaydi, vaqt masalasida ulgurmayman. O'shaning uchun Instagramda sizlar faqat meni ko'rganinglar bilan meni orqamda 5 ta professional quruvchi prorablardan iborat jamoa bor. Men o'sha jamoa bilan birga quraman. Lekin imoratlarni to'liqligicha kontroli faqat meni bo'ynimda bo'ladi. Mendan so'raysizlar, men hammasiga javobgar bo'laman va loyihani akam qiladigan bo'lsa, akam javobgar bo'ladilar. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Mana hozir уже yilni yarmi o'tib bo'ldi. Keyingi ikkinchi yarim yillik boshlandi. Mana men hozir shunaqangi anaqa jarayonda turibmizki, loyihalarimizni, imoratni qurishlarimizni birinchi etaplarda tugatyapti. Ya'ni yilni boshida olib loyihani qilib qurayotgan imoratlarimizni sekin-sekin o'zi tom yoqilish jarayoni kelib bo'ldi. Korobkasini bitirish va xonadon egasiga topshirish harakat turibmiz. Endi bir oydan keyin ikkinchi sezon boshlanadi. Ana o'sha ikkinchi sezonga hozir harakatni boshlaganmiz. Men aytmoqchi bo'lganim, loyihani albatta eng aqlli, eng zo'r loyihachiga beringlar. Hozir misol uchun $500, $1000 dashi aytsam ishonmaysizlar, $4000 loyiha kecha qo'limizga kelib tushdi. Ishoning, 3 qavatli imorat loyihada zina berilmagan. Loyihada plita montaji etsa bir kulgili holatda plita montaji jarayoni ham yo'q. Ya'ni imorat 3 qavatli imorat, lekin plita ko'rsatilmagan. Men arxitektor o'ziga telefon qilsam, plitani o'z joyida qo'yib olarsiz deyapti. Vaholanki $4000 ga chizilgan loyiha. Mana mashina ehtiyot bo'ling, lekin yana bitta narsani aytaman. Imoratni qurayotganingizda loyiha qimmatligiga e'tibor beringlar, kim chizayotganiga e'tibor beringlar va u undan oldin nima chizgan, qanaqa chizgan, o'shalarni ham hammasiga e'tibor berib qaranglar. Bu degani qimmat narsa har doim yaxshi ko'rinmaydi, lekin yaxshi narsa ham doim qimmat bo'lmaydi. O'shani ham inobatga olib qo'yinglar. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, bizda xudo xolasa ikkinchi etap sezonimiz ochildi. Hozir ikkinchi etapga o'sha 4 ta loyihamizni va 3 ta imoratimizni, o'sha korobkasini qurish jarayonini boshlash harakatidamiz. O'sha aytganimdek, men ikkinchi sezonda ham xudo xolasa 8 tadan 12 gacha imorat qurmoqchiman. Kim bizga murojaat qilmoqchi bo'lsa, albatta meni ijtimoiy tarmog'imda bemalol topsanglar bo'ladi. Ismim Muhammad Said yozib, Instagramda ham, Telegramda ham, YouTube kanallarimda ham bor va albatta hozir shu videoni tagida o'zimning shaxsiy qo'l telefonim raqamini qoldirib ketaman. Kimga professional jamoa, professional loyihachi va imoratni ipidan ignasigacha juda mustahkamligiga e'tibor berib quradigan usta kerak bo'lsa, albatta menga murojaat qilinglar. Har doimgidek yaxshi kunda hammamizga yaxshi imorat qurish nasib qilsin. Salomat bo'linglar.